Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari. Bugun xudo xolasa 4-iyun 2026 yil haftaning payshanba kuni biz xudo xolasa Andijon viloyati Ulug'nor tumanidagi katta ob'yomli, juda ham katta partiyali siloslarni narx-navoning chiroyli qislar uchun xalqimiz uchun yoritgani kelganmiz akalar. Video boshlashimizdan oldin ekranni bir dona urib do'stlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa sizlarga bo'lmasa boshqa shu silosda ishqibozi, silos sotar yurgan chorva ham ishqibozlariga videomiz tarqalsa manfaatli bo'ladi akalar, ukalar. Like bosinglar, do'stlarga borib qo'yinglar. Mana shu tugmani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz xudo xolasa ketdik akalar. Akalar, buni ob'yomda kattaligini qaranglar. Shu cheklanmagan miqdorda zakotovkalar qilinmoqda. Aynan sizlar uchun akalar, aynan sizlar uchun 18 kilo, 20 kilo, yana ham boshqa kilolarni telefon orqali kelishar ekanmiz akalar. Zakotovkalar tayyor. Telefon qilasizlar, silos so'raysizlar, kelishasizlar, mashina kirgizasizlar yoki-da kirgizib gaplashishadi. Siraz yuklanadi akalar. Xudo xolasa sizlar uchun 1 soatda aytgan mashinalarni yuklab chiqargazib yuboriladi akalar. Bolalar kunda issiqda mehnatdan charchamasdan zerikmasdan mehnatda akalar. Bu molxonaning mollariga bittalarga akalar. Ob'yomlarimiz juda ham katta. Buni orqasida yana boshqa katta partiyali, yana orqasida 2200 tonnali silos bor. Bu Yaman o'zi ham 2200 tonnali ham akalar. Bu degani bemalol bahorgi Makka chiqishiga, pishishiga yetadi. Bexijolat ekranda turgan telefon raqamlariga siraz bog'lanamiz akalar. 24 ga 7 xizmatdamiz. Bexijolat telefon qilasizlar. Sizlar uchun parol akalar. Chorva olamidan telefon qilyapman aka, turib bemalol 2 bo'ladimi, kechki 3 bo'ladi telefon qilaverasizlar. Bexijolat telefonlarni ko'taramiz, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Yana ham silosim bor, sotaman deb turgan akalar. Siloslarni sotadigan bo'lsalar bizga telefon qilinglar. Ulgurji narxlarda sotib olamiz. Yaxshi narxlarda. Do'stim ham xizmatda. Like bosib qo'yinglar shu bolaga. Siloslar aksiya bo'lib ketdi akalar. Siloslar aksiya bo'lib ketdi. Nima deysiz chorva ham olam kanaliga aka? Chorva ham 24 ga 7. Eshitilaymi akalar? Kechasi soat 3 da telefon qilib, silos kerak desa ham chiqib kelaveramiz yuklab berib. Liboy o'rayman. Shu akalarimizni mehnatiga like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Ko'ryapsizlarmi akalar? Sizlar uchun, xalqimiz uchun hamisha xizmatdan charchamaymiz akalar. Prosta bu videomiz keng tarmoqli bo'lishi uchun akalar, o'sha aytganimizdek, kimdirlar uchun tilanchi deydimi, kimdirlar uchun bir xalqdan bir yalinyapti deydimi? Bu mehnatimizni like bossalaring, qo'llab-quvvatlaysalaring bizga nima deydi? Bir motivatsiya o'rnida ketadi akalar. Keng tarmoqli bo'ladi. Izohlarga o'zlarining fikrlarini qoldiringlar akalar, like bosinglar. Ma'lumot yozinglar, fikr almashamiz, manaqa deylar, o'zlaringizning narx-navoni aytinglar, biz o'zimizning narx-navoni aytamiz, solishtiramiz. Xudo xolasa hamma yo'q o'zini o'rnidagi, holatidagi, sifatidagi puliga yarasha akalar. Narx-navosi endi hammani qiziqtirgan narx-navosi akalarim. 19 ming so'm 20 kilogramlisi, 17,5 ming so'm 18 kilogramlisi akalar. Agarda o'sha aytganimizdek kanalimiz nomidan, ya'ni chorva yem olamidan telefon qilyapman desalaring, aksiyalarimiz bor, bonuslarimiz bor. Aytgan narxidan ozmoz o'tib beramiz. Mash parolda aytishlaring kerak, aytmasalaring hisobga o'tmaydi. Chorva yem olamidan telefon qilyapman deyishlaring kerak. Akalar, bu endi rangiga e'tibor bermaysizlar, sababi kun issiq, oftob kuchli. Shuna hisobiga hozir bitta joydan jinday o'yib beraman. Rangini ko'rasizlar akalar. Mana rangini ko'ryapsizmi? Rangi sapsariq. Qurib ketgan ekan degan gap so'z gapirmang jigar. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Qurmagan. Dollari bor akalar. Dollari juda ham chiroyli holatda. Aynan moliga berasizmi, qo'yga berasizmi, raza ozuqa holatiga yetib kelgan akalar. Makkani bilasizlar, bilmaganlarga eslatma. Bilganlarga bir yangilik, bilmaganlarga gap anchalik yashib ketdi akalar. Bilmaganlarga yangilik, bilganlarga eslatma. Buni Makkasi qatigan bo'lsa, molingiz orqasidan butun o'tib ketadi akalar.
Mana holatdagisi bo'lsa, yem bo'ladi inshaalloh. Nimaga? Molga olib qatib ketmagan. Chaynaganda hazm bo'ladi, chaynaladi akalar. Chiroyli qilib mana akalar videoga uzoqlarga o'zlaring fikrlarni qoldiringlar. Yana ham adashayotgan bo'lsam, yo'q adashyapsiz, bunaqa deylar akalar. Silosimiz qora qurasi yo'q, po'panayi yo'q. Xudo xolasa. Ko'ring aka, ko'ring. Bundan ortiq silos qayerdan topasiz aka? Ko'ring. Mashalloh, mashalloh. Bunaqangi narsalarda bergan Tangriga avvalo Xudoga shukr. Shu narsa bo'lmasa nima qilardi akalar? Shu atxotda yo quruq somonda boqarmidi mollarda aka. Nima demadingiz? Avvalo bunga noshukrlik qilishdi o'zi bir gunoh. Bu silos qarang aka. Zo'rligini qarang, holatini qarang, donligini qarang. Zo'r aka. Po'pana yo'q, suv yo'q, namgarchilik yo'q. Siz suvga pul to'lamaysiz. Siz sof silosga pul to'laysiz aka. Ko'ring, like bosing do'stlarga yuboring. Muhammad Rizoda shunday silosi bor ekan, sira telefon qilib bunaqa silosni topolmayman deb bitta aloqa chiqib qo'ying aka. Yuborib qo'ying unga bunga. Kimga bo'lishidan qat'iy nazar qachon bo'lsa yetkazib beramiz. Qoplangan holatda 20 kg, 19 kg, 18 kg narxini bitta telefon orqali kelishamiz. Dastavkamiz bor. Butun O'zbekiston bo'ylab, butun Osiyo bo'ylab akalar. Kelishilgan holatda mana qopni ustiga shopir xizmat qo'shiladi, lekin o'zimizni shaxsiy bo'lmasa ham el qatori narxdan arzonroq yuradigan shopir akalarimiz bor, biz uchun xizmatda akalar. To'lov usulimiz kilik yoki naqd pul. Masofadan kelishib berasiz. Yonimizga kelsangiz, o'zingiz ko'rib bilib naqd pul sanab berib ketaverasizlar akalar. Cheklanmagan miqdorda. Wow degan joy aka. Shunday qilib boricha ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Shu mollarning obzorini qilamiz. Faqatgina ekranga like bosib, videomizni keng tarmoqlarga qo'yib bersalar ham bo'ldi aka. Ko'rib turibsiz-ku videoni, bitta like bosib qo'ying aka. Sizdan nima ketib, tekin-ku jigar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Chorroyim olamiga podpiska bosib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Videomizni kuzatib boring. Biz sizlar uchun kunduz sig'irga qaramasdan mehnatdamiz. Like bosing, omon bo'ling jigar.